biznes svязкasi nima bo'ladi deganlarga mana yana отдельный video olyapman. Kecha 6 qator urilganida уже 6 qator urib, ichki butovkasini ham kamish bolalar полностью urib olishdi. Har 6 qatorda shunaqangi kladni setga qo'yiladi. Har 6 qatorda. Bu tashqi fasadga ham har taraflarimni mustahkam bo'ladi, ushlaydi, har taraflama baquvvat bo'ladi. Bizni bu praktikadan o'tgan, sinalgan shunaqangi bir uyimiz. Bir etajlik, energiya tejamkor, yengil konstruksiyada bo'lyapti. Tom qismiga ham, xudo xolasa, Rossiyada qanday bo'lsa, bazalit, utepleniya qilamiz, 15 sm. Haqiqiy termiz uy bo'ladi. Yozda ham, misol uchun, konditsioner unchalik nagruzkada ishlamaydi. 1 soat olgandan keyin sovuqni ko'proq ushlab turadi. Qishni kunida ham bir isitib olsa, issiqni ko'proq ushlab turadi. Energiya tejamkor. Sog' bo'linglar, sizlar bilan Jasur Stroy.